Soat 3da zakazga yomoni tushgan. Anaqaga keldi. Nabishning zakazga. Qani o'zan qahramon. Kisa. Aka mushigingiz ketib bo'pti-yu. Bu yoqda ekan mana. Malladis. O'zi bir chaynabdi ham shekilli. Nima edi bu yog'i? Mushini qutqarish operatsiyasi. Kisa. Joylashsan dedi. Tush pastga. Aka kisa. Davay, sur bu yerdan. San joyi emas bu. Kisa. Pisht. Qoching, aka, siz qoching, o'tdan qochingizchi. Voy. Biz shuni hayda o'zimiz turgan joyda. O'zim panikada bechara. Kisa. Do'st qochildi, keta olmayapti. Xullas, bizning xizmatimiz bitdi. Covidni mushudan qutqardi. Obunachilarga savolimiz: bu xizmatimiz klientimizga qanchaga tushdi? Fikrlarni kommentariyada kutib qolamiz. Kimga shunaqa sifatli servis xizmati kerak bo'lsa, 24 soat aloqadamiz, o'zingizga murojaat qilasizlar. Like bilan podpiska esdan chiqmasa, kommentariyani kutib qolamiz.